Bugun sizlar bilan qanaqa qilib sun'iy intellekt qilishni o'rgataman. ChatGPT sun'iy intellektga kerak. Mana Shortsga kirasizlar, keyin yulduzchaga kirasizlar. Keyin IIga kirasizlar. Keyin mana shunaqa qilib turadi. Share bular share. Mana men robotni bosdim, robot chiqadi. Mana 1 2 3 hozir. Hozir. Mana robot 3 2 1. Hozir 100gacha bosib do'stlar. 100gacha bo'lmaydi, 99gacha bo'ladi. Bunga ChatGPT Gemini'ni umuman kerak emas. Keyingi videoda ne bo'ldi? Mana 99 oz bo'ladi. Boshqa qotib qoladi. Mana robot. Mana bo'ldi. Olchuman deyishinglar mumkin. Go'dofni bosasizlar. Ashlar. Keyin ham tepadagi mamni bosasizlar. Keyin bu yerda ashlarda turadi. Mana shular. Mana mamni nomini yozasizlar. Keyin dalilini bosasizlar. Keyin bu mamga kirasizlar, nom qo'yasizlar. Nom qo'ymadim mana. Keyin keyin mamni bosasizlar. Keyin mana mamni bosdik. Ovozlar uchun kechirasizlar. Qotganimga e'tibor beringlar, ovozga e'tibor bermanglar. Shunaqa ketaveradi. Hammaga foydali bo'ldi deb o'ylayman, bo'pti.